Kəlpikə bet balğan aynalayın törünün törünün Atasının bozuğu apasının kazığı aynalayın balapanıma aynalayana balapanıma Öldüldegin jüregen Hittey gana körgen Balapanım mamam bol Osagana teligem teligem Ay atasının bozağı apasının kızağı aynalayın ay balapanım ay aynalayın ay balapanım ay Atаңдай болсалмақты Балдан тәтті бұтамал Апаңдай бол ардақтай ардақтай Ай атасының бозығы Апасының қызығы aynalayın ay balapanım ay aynalayın ay balapanım ay Salamat.
ba'zilarida o'sha yerga 4 yil o'qiysizlar, keyin jo'g'ari sinfga o'qishingizga 4 yilning ichida yaxshi o'qularingizni, ba'zilarida yaxshi tilak bildiraman, ota-onalarimni xafa qilmasdan, aytganlarim o'rinda va biza vaqtni o'rinda kelga harakat qilinglar. Yaxshi o'qishi bo'lib, o'rgilib o'qishga harakat eting. Bugun meni hozir sababimiz boshlandi. Sababimiz boshlandi. Birinchi zamonga chaslab o'tiramiz ham. Chaslab o'tirib, qo'linglarni qo'yib o'qishasiz. Birinchi sababimiz bugun kecha 1-qirkuyuk kuni edi. Bugun 2-qirkuyuk bilimlar kuni. Kecha 1-qirkuyuk O'zbekiston Respublikamizning tayyorsizlik alg'ar kuni bo'ldi. Tayyorsizlik alg'ar kuni. Bugun televizor bo'yicha televiziyalarda ko'rinaman. Ulkan konsepsiya o'tanimiz, bizning o'tanimiz. Ulkan bizning o'tanimiz Asiya o'tanimiz O'zbekiston deb ataladi ekan. Ne deb ataladi ekan? O'zbekiston. Senlar har qachon O'zbekistonning urfaqlarisizlar. Mana O'zbekiston Respublikasining tayyorsizni 17 yil bo'ldi. Esingizda necha yil bo'ldi? 17 yil bo'ldi tayyorsiz bo'lganini. Albatta O'zbekiston o'tanim mening. Lekin o'tanim O'zbekistonning janobi Asarayim nazarda nesi germini jalovi turg'oy. Nesidir? Germin jalovi turg'oy. Al nijerga ko'rsanglar mana 1-qirkuyuk O'zbekistonning tayyorsizlik kuni deb yozilgan. Al buni yerga eskirtish, nazorat yer shari turibdi yerda. Ana turibdi shahar balasmiyan. O'tgan analarimizni esga olishun, eskirtish. Al bilan ne qayerda shaloq bo'lar bu? Bizning o'tanimiz qayerda edi? O'zbekistonning shalog'ini gerbi turibdi. Al mana yerda Asarayning oldida xonimni akillarimiz biylab жатыр ekan. Biylab жатыр. Mana ko'ryapman. O'zi ajaba kiyinib olib, javob biylab жатыр. Mana yerda mana O'zbekistonimizda o'zi ultlarimiz ko'p. Qozoqlar va ruslar, o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar o'zi aralas. So'larni ma'lumini javob jinoyat olib, nega tushgan bu yerda? Ko'rsam kelmaymi? Endi ayam qo'llab qo'lim sadimdayim sani. Ko'ryapman. Mana yerda shanaqa eskirtishning oldida har doim ne bo'lishi kerak ekan bizga? Bizning elimizga tinchlikni bo'lib qalaymiz. Tinchlikda bizning shanaqa atamizda, yelishimizda, shanaqa elbashimizda. Elbashimiz kim? Kechasi. Ben ajimgandan o'tib. Nega? Mashinalar o'zimizning O'zbekistonda o'zi ko'p mashinalar chiqarsa-da, qanday mashinalar chiqarsa? Biz qo'shilib mashinasi chiqarib O'zbekistonda. Yaponiya bilan Xitoy bilan birgalikda bizning O'zbekistonimiz o'zi ko'p mashinalarni yig'adi. Endi ularning qarim-qatnosida o'tirgan janobi kiyimlar Xitoydan niyatadi. Kelib-chaqirar, alg'oni bizning O'zbekistonimiz janobi birga qarim-qatnosda janobi ulkan narsalar chiqarib o'tir. Endi mana jozbarimizda bizim O'zbekiston o'tanimizni boshqarib turgan elbashimiz var bizim. Elbashimizning ati kim? Kim biladi? Karimov Islom Abdug'aniyeva
qiladi. Har doim bizga ne o'ylaydi bizga? Жаңағы O'zbekiston bo'yicha bolalarga degan, yoshlarga degan, kimlar tekshirish. Tinchlikni o'ylaydi. Har doim tinchlik bo'lgan, жаңағы xalqning basida tinchlik, және to'shlik bo'lgan, har doim qalayda bo'ladi. Asib bora жатыр. Har doim жаңағы nega ulkan ko'ngil bo'ladi. Tinchlik bo'lganda ne chegaralarni kimga kuzatib turadi? Militsiya chegarachilar kuzatib turadi. Har doim bizning O'zbekistonimizda tinchlik bo'lsin deb, жаңағы nelarni yettergan bizning chegarachilarimiz ulardan boshqa yerdan boshqa yerga bizning O'zbekistonimizdan kimdir o'tib ketmayi mumkin. Kimdir o'tib ketishi kerak. Boshqa yerdan odamlar nima kerak deyapti? Mana Karimov atamizning so'yadi. Bizim O'zbekistonimizning o'zining gerbi bor, jalavi, және o'zining Al-Qur'oni bor. Mana Al-Qur'onni sizlar birinchi sinfga endi keldi. Al-Qur'onni o'rtada жаңағы baxt qushi turibdi. Baxt qanotlarini ochib tur. Al yer жағынан не ko'rib tursinlar? Balda. Bir жағынан ne ko'rib tursinlar? Al sol жағынан biya. Bu deganimiz bizning O'zbekistonda yetishtirilgan danda daxillar. Ko'rdingizmi? Maqtamingan bidayni har vaqtda yeyamiz biz. O'zbekistonda yetishtirib chiqaradi. Al o'rtada suv, jarang qavlar, asamlar kunimiz yaptir, jarqlab tur. Al mana gerbni ko'rasizlar. Mana gerbinda жаңағы avokoq және ko'k renglari, o'rtasida oq renglar, жаңағы qizil nesmenен, ay menен Жұлдыздары Мамадали ва Жадражоқ, Азимбай Бермухамед, Тудали Мухаммадалы, Жолдасбек Бақша, Бокеш Нуркен, бар ма? Мен десеңдер шыққандар. Журай Фируз, Жүсіпәлиев Нұрбек, Қамбар Бекзат, Мамирова Гүлизар, Сәрсенбеков Жандос. Жандос бар ма? Жандос келді. Онда кім келмеді біздер? Бұл жерде 16 болу керек қой, бір ғана Мамадалиға барлығы шыққандар ма? Дұрыс сонда 15-сіз. 15 болды. Мамадали шашқайды. Әдемегенде жаңағы әдептерімізді шығады. Қазір соңында сөйлесеміз. Әсейде парақтар әкеліп шығады. Сіздер парақтарына қаламдады. Men bor? Ha, qo'yam qo'y. Qani endi mening alg'i stolning ustida turgan yerda bарлығы жаңа өте әдемі кітаптар, өте сендерге жаңа міне президентimiz тегін кітаптар, сумкалар, барлығы пәләтілер сауғалар беріп жатыр. Енді осы кітаптар барған екен жақсылап қаптап аламыз. Түсіндер ме? Қаптап аласыңдар. Әрдайым таза ұстаңдар. Жылдың соңында жаңағы барлығы кітапханаға тапсырасыңдар. Білесіңдер ме? Кітапхана шақырған ой, мағанасына өте жақсы ұстапты десін. Сол үшін өте әдемі диалогтар керек. Жақсы ұстауларын керегі әрбіреуге қазірмен номерлерін жазып алып, тападан. Бізді бар, ішінде барлық нәрсе барлығын оқыпты, таза ұстаңдар әрдайым. Білесіңдер ме? Міне Бекзат, міне бірінші жаңағы оқуға келгендеріңді
Daim sigara. Sari kursi. Aynen, bir de daha da bir
Mantu var mı? Yer basılar soğuk. Ha? Ulardan sen kakani kada bak, kimin geldi mi soğuklar? Onu istedim, nurlar nasıl geçese açtım. Sudan geçeceğiz, ne yapıp soğuk kasaracağız. Al yer çeşit. Firuz beni kim yer? Nur yer. Yer kadar soğuk. Yani yapamıyor buraya. Demek ki Ver bana. Olma karşının cihazlarınızdan da kalsın. Bir kurbalar değil. Mutludur. Sadece